Assalomu alaykum soya setkalari ham yangidan kelgan. Eni 2, eni 3, eni 4, eni 6, eni 8, eni 10 metrgacha bor. Ya'ni siz buni devor qilib ishlasangiz bo'ladi. Yuzi bir qismini 2 ga bo'lib, o'rtaga devor qilib ishlasangiz bo'ladi, keyin yuqori qismga salqin qilish uchun ishlasangiz bo'ladi. 75% bor, 95% bor, 100% bor, ya'ni 100% salqin qiladigan bor, 95% salqin qiladigan bor, 75% salqin qiladiganlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar 90lik 585 65 65 raqamiga Telegramdan yozsalaring, zakolat tashlab berilsa, biz aytilgan manzilga yuboramiz. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorida joylashgan. Behudaga qo'ng'iroqlarga javob berilmaydi va behuda savollar bo'lsa, umuman qo'ng'iroq qilmaganlaring yaxshi.